Qarang, bir o'tgan yilda o'qituvchilar bayramida 1-oktyabrda bir otaxon keksa o'qituvchi, pensioner o'qituvchi chiqib intervyu beryaptilar. Yoshlar televideniyasiga intervyu beryaptilar. Otaxon mirqib mazal gapiradilar. Mana shu maktabga kelganimga 50 yil bo'ldi. 50 yildan beri bir joyda ishladim. Minglab shogirdlar chiqardim. Shogirdlarim Xudoga ming marta shukr, dunyo bo'ylab yurishibdi. Obro'mizni osmonlarga ko'taryapti. Mana shu maktabga kelganimga qarang, yarim asr bo'libdi. 50 yildan beri bir joyda ishlayapman deydi. Endi o'ylab ko'raylik. Nima uchun o'sha otaxon, o'sha o'qituvchi bir joyda 50 yil ishladi? Chunki o'sha o'qituvchining o'rni hech kimga kerak emas. Ana o'sha uchun 50 yil ishladi. Agar puldorroq bir tuzukroq joy bo'lganda, o'sha odam 3 yildan oshiq ishlamagan bo'lardi. Tagiga suv qo'yib, tuhmat qilib, g'iybat qilib, yo'qotib yuborardi boshi. Ha, o'qituvchilar esa kichkina bir oylikka borib kelishaveradi. Ming rahmat. Xudo umr berib yana 75 yil ishlamaysiz o'sha yerda. Hech kim ishlayapti. To'g'rimi? Mana maktabda direktor tez almashtiradi. Nima uchun? Chunki men buni 50 yil ishlasa qo'ydi u yerda 50 yil ishlasa. Qarang, ajoyib bir rahmat. Qizaloq katta bo'lsin, baxtli bo'lsin, rahmat. O'sha o'qituvchilarimizga ming rahmat. Farzandlari yoniga kirib qoladi. Birini zapravkasi bor, birini magazini bor, birini do'koni bor, biri bozorda, biri u yoqda, biri biznesmen, biri tadbirkor, pul topib ota, ana oshpaz qilsaylar mabodo, cho'da tursin. Mana dada kalitni bering, men mashinangizga benzin quyib qo'yay. Qarang, mashina olib berib qo'ygan o'qituvchilarimizga. O'qituvchilar oylik uchun emas, o'sha fanga qiziqqanligi uchun, o'sha kasbini fidoyisi bo'lganligi uchun borib kelishyapti. Masalanda, o'sha o'qituvchilarimizga e'tibor bering. Bu yerda qo'shimcha daromad yo'q. Masalan, qanday bo'lishi mumkin edi? Darsdan keyin hamma chiqarib olib, sinfda nima, haligi sinfdagi bo'rni o'g'irlab ketadimi, meldi? Yoki doskalardan lattan olib ketib qoladi. Yoki patagonga turgan gulni ko'tarib ketib qolsa, maktabga gulni ketaman. Qo'shimcha daromad umuman kapayka ham yo'q, lekin borib kelishaveradi. O'rganib qolishgan, lekin qiyin joyi bor. 50 yil ishlagan bo'lsa ham har kuni o'zini ustida ishlaydi. Xuddi aktyorlarga o'xshaydi bular. Yangilik qidiradi. Axborotni ham ko'radi, Vremeni ham ko'radi, Vestini ham ko'radi, NTVni ham ko'radi, NTVni ham ko'radi, Rusini ham ko'radi. Kerak bo'lsa, gazeta ham o'qiydi. Hamma afandi bormi, Mushtum jurnali bormi, masalan, Markaziy Osiyo bormi, shunga o'xshagan hamma gazetalarni o'qib, informatsiya qidiradi. Chunki ertaga bir bo'lmag'ir o'quvchi o'rnidan turadi-da, bitta savol bilan shuni tartaq qo'yaylik. Shuni bir qotirib qo'yish uchun. Ya bilimni olib ko'rsatib o'zim deydi. Masalan, ma'lum kechirasiz bitta savol sizga, masalan, mana shu qanaqa. Ha? Qanaqa. Atayib tayyorgarlik ko'rganda. Qani ayting. Gul, rahmat. Singlim rahmat, qarshilar bo'lsin. Rahmat o'g'illar. Qarshi olib kelib rahmat. Gul olib kelib rahmat. Qarshi cho'lab kelgan. Gulob kelmaganlar hech xijolat bo'lmaydi. Kulib o'tirsanglar bo'ldi. Chunki gul hammaga yetmaydi, to'g'rimi? O'qituvchilar mana kelishdi, o'qituvchilar nomidan olib kelishdi gulni. Rahmat. Rahmat, opalar, sog' bo'linglar. Bolalarimiz baxtiga, vatanimiz baxtiga omon bo'linglar. Qarsanglar o'qituvchilar uchun. O'qituvchi bozorda yurganmish. O'zi bilasizlar, o'qituvchilar ko'p ham chiroyli kiymaydigan, ozoda, akkuratli kiyinishadi. O'g'lini kasbi shimni kiyib olgan. Katta o'g'lim tuflisi kiyib olgan. Keyin bozorda aylanib, erinmasdan tomosha qilyapti demiş. Bu kattaroq ekansa qimmat ekan bu. Mana maydaroq ekaniga arzon ekan. Nima qildi? U ham olma, bu ham olma. Zato donasi ko'proq kerak buni olsam. Nabiralar ko'p. Mashinadan bir kilo olsam ekan, tursa bir gadoy kelibdi-yu, bozorda edi, xalq odam yuradi-da. Govdasi shukrlarga bilan balandmish. Devga yigit, ikkita yuzi qip-qizil cho'g'ondan chiqqandan bola oshni hidi kelib turganmish. Qo'lim lapatka deymish, qo'lni yaxshi artmagan, yaltillab turganmish. Qarang, cho'g'onda yurganmish.
kelib shu lapatkasini turmush o'rtaga qo'yib olib, o'qituvchidan pul so'rab qoldi-yu. O'qituvchi shunday qarab turib, tanib qolibdi-da, bilib qolibdi-da. Tanga bo'lsa ham bo'laveradi, qo'limni qo'l qaytarmay, hamma qarab turibdi, o'qituvchi psixologda. Ichida nima debmish? Ichida shu bola adashdi yo'q debdi. Shu bola adashdi debdi. Ichida o'ylayapti-da. Bu endi qo'ymasmishda, hamma qarab turib uyalmaysizmi? Bola tezroq vaqtim yo'q, desa, o'qituvchi shunday qarab turib, yana ichida nima debmish? Endi toshni adashdi debdi. Sekin bir yoqqa qarab jo'naversa bildirmaslikka olib bu yoqdan kelib demiş. Qochib ketyapsizmi? Tanga bo'lsa ham bo'laveradi desa, o'qituvchi jahli chiqib ketib, "Bu yoqqa borasan, bu yoqqa borasan, bu yoqqa kelsan, bu yoqqa borasan, kelib mendan pul so'raysanmi? Men bir o'qituvchi odamman. Meni senga beradigan ishlasam yo'q. Lekin mayli quruq qolmagin, senga bitta savol beraman" debdi. O'qituvchidan nima ko'p savol ko'p. Senga bitta savol beraman debdi. Quruq bo'lmasin mayli debdi. Hali gadoy bir qanaqa savol? Siz qana aytginchi, do'stim, bu o'qituvchilarda oylik qancha oshirtirmish? Desa, hali gadoy, "Nima qayerda bo'laman, qayerda oshirman?" Hech qiziqadi qanday? Kelganda oylik deb ketib olyapsa, o'qituvchi qutilgandan xursand bo'lib, oylikdan gapirsa, hammasi qochadi demiş. Qarang, haqiqatan ham o'qituvchilarimizning oyligi 1000 barobar ko'paysin, bolalarimiz davlatimiz baxtiga omon bo'lsin. Bularni berayotgan ta'lim tarbiyasi albatta kelajakka ta'siri bo'ladi. Chunki sizlar qanday ta'lim bersanglar, tarbiya bersanglar, o'shanday bolalar paydo bo'ladi. Lekin so'kong'ich qizlar deb eshityapmiz, lekin bular juda kamchilik tashkil qiladi. Ba'zan masalan sho'x yigitlarni ham ko'ryapmiz, bu yoshlik bo'lib o'tib ketadi. Ertaga hammasi ajoyib bir barkamol yigitlar bo'lishadi. Masalan, Malaziya xalqidan so'rashibdi, sizlar qanday qilib boy bo'lib ketdinglar desa, biz yolg'onni yo'qotdik degan ekan. Yolg'on gapirishni yo'qotdik degan ekan. Yaponlarda sizlar qanday qilib dunyoga tanilib ketdinglar? Kichkina bir orolcha urushdan keyin qiyinchilik paytlarida birdaniga ko'tarilib ketdinglar desa, biz debdi tarbiyani detsadan boshladik debdi. Yosh bolalarni tarbiyasidan boshlab mana o'sha pog'onada hozirgi kadrlar yetishib keldi hozir. Qarang, bizda ham xuddi shunday. Hamma yoqda litseylar qurilyapti. Xullas, o'qituvchilar boshqacha, ingliz tilini ko'pchiligi biladi hozir, kompyuterlashib ketdi hozir. Umuman boshqa, biz davrimizda umuman boshqacha edi. Hozir hammasini qo'lda har bir kitoblar, rasmlarga qoyil qiladi. Svetnoy rasmlar bilan qo'yib qo'yibdi. Ajoyib. Mana shunaqa bolalarimiz salomat. Endi o'qituvchilar, ba'zan o'qituvchilar ota-onalar majlisi qiladigan bo'lsa, faqat ayollar boradi, shuncha. Erkaklarga bir gapi bo'lish mumkin o'sha o'qituvchilarda. Erkakcha suhbat o'tkazaman deydi, nuqul qip-qizil ayollar o'tiradi-da. Chollar, bitta chollar bo'lish mumkin, pensionerlar bekorlikdan boradi. Nuqul ayollar kampirlar o'tirganmish. Maktabning direktori rahmat og'ayni, assalomu alaykum. Qonibodondan ekan do'stimiz, qarshilar bo'lsin. Qonibodon Xo'jand Dennobod hozirgi Sud viloyatining eng go'zal rayonlaridan biri. Buyuk insonlar yetishib chiqqan joy. Masalan, Qonibodonda mashhur kinorejissyor, SSR xalq artisti Komil Yormatov tug'ilgan, o'sha yerdan bolalar bilan. Ikkinchi mashhur kishi Dennobodda bilasizlar, men bo'laman. O'sha ota-onalar majlisi bo'ladi, bu safar debdi, faqat erkaklar kelsin debdi. Opalar, singillar xafa bo'lmanglar. Sizlar har safar kelasizlar. Men erkaklarni jo'natinglar, bir erkakcha suhbat o'tkazmoqchiman. Zarur gapim bor debdi. Bor hammasi aytgan, bu safargi majlis erkaklar majlisi bo'lar ekan, hamma xavotirda. Qarang, maktabga qarab hamma kelyapti demiş. Men o'g'lim sho'xrog'ini, shu birovning qiziga xat yozib qo'ymagan bo'lsin-da. Meni qizim go'lrog'ini shilib tishlaymi ekan, hamma o'zida xavotir, tez yurib ketyapti demiş. Bir uyda janjal to'palang, turing, dadasi, butun mahalla ketyapti, o'tishingizni qarang, bekorchi bo'lsangiz, turing. Bugun otalar majlisi bor. Faqat erkaklar yig'iladi, ayollar bormaydi bugun. Turing, 4 ta erkak bor joyda, osh bor, osh bor joyda aroq bor, nima ko'p hozir bayram ko'p, o'tishingizni qarang desa, xotin ovora bo'lasan. Men umrimda maktabga bormaganman, bormasam ham kerak. Maktabga boraman maktabda. Bor o'zing borib kel. Bugun faqat erkaklar bo'ladi. Men bir o'zim ayol boshi bilan ertaga nima qilaman? Turing, aylanib kelasiz, qo'ymading. Shartta kiyib chiqib, ota-onalar majlisiga chiqib ketdi. Ota-onalar majlisi tugasa ham kelmasmish, kech bo'lsa ham yo'qmish, qorong'i tushsa ham kelmasmish. Yarim kechasi kirib kelib, xotini sug'ib qopdi-yu. Qo'ydaring. Ota-onalar majlisiga bormagansiz, maktabga borib aylanib keling. 4 kishi boshida osh bor, osh boshida aroq bor, ko'ndirib chiqarib yording.
Ha, o'g'limizni qaysi maktabda o'qishini aytib so'raman,